görüşmegili uzun boptu. Shojan xanım, bu yigitni tanımsiz? Ha. Yo'q, men. Yana ishga tushibsiz-da. Bek yaxshi bo'pti. Bir mezgil beshim qiyib qapti ekan. Kechiringlar. Endi hergizmi undaq ishlarni qilmayman. Qat'iy qilmayman. Sizlar paranishinglar. Ma'qul. Keyin ko'rishamiz, ha? Nemeli bolsun, yana su to'shog'ingizni ko'rib bek xushal bo'ldim. Bo'ldi, kirib keting. Bo'ladi. O'zingiz yaxshi turyapsiz. Yaxshi. Kirib keting. O'xshamagan tomoqqa zo'rlab beksat bo'ldi. Nada, shundoq o'xshabdi. Shojan xanım, siz nima ish qilmaysiz? Uning tomog'i oz. Kechiring enigana, qosog'im toza ashmabdi. Hech qisi yo'q. Yegingiz bo'lmasa, qo'yib qo'ying. Men keldim. Qaytib keldim. Qaytib keldinglarmi? Kirib tomog'inglarni yangla. Ha. Eligana, ajabmi kuyimchankansiz? Menma? O'zimning bolasi yo'q. Shunga ular mening bolamdeklar. Eligana, sizmi Shojan xonimdakansiz? Dunyoda hamma odam sizlardek bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi-da? Menimi oranglarga qo'shib olamsizlar? Nima? Mening ojizlarga yordam qilg'in bor. Ma'qulmi, Shojan xonim? Mening daryotamga pul yordam qilishga layoqatim to'shamdi. Hammasi Shojan xonimga bu. To'g'ri, Shojan xonim shu. Nemishqa bu suratlarni men ko'rsatasiz? Bu ikkisi nima odam? Shojan xonim, o'zingizni besib eling. Bu ishlar biz o'ylagandan tez bo'lib ketdi. Shunga Shojan xonim bizga yordam qilgan bo'lsangiz, bu ikkisini keyinchi deb beraman. Ularni sizning ishingizga pek ko'ngil bo'ladi. Ulardan ansirmasangizmi bo'ladi? Yo'q. Sizning gapingizga ishonmayman. Shuni yening, o'zim berib so'rayman. Shojan xonim, ishlar siz o'ylagandek undaq oddiy emas. Ularga yaqinda choy ishkizilmoqchi. Bu ish aniq bo'lib qoldi. O'zingizni besib eling. O'tiring. Men sizga oldirmay tushundiray. Ha? Tushundirmamsiz? Bu adamni tanımsiz. Bu ablah Shojan xonimga yiqilishman deb bizni tutqun qildi. Yana tiqib bizni so'roq qildi. Ularning hammasini mushu yigitingiz buyurgan ekan. Gapimizni tushundingizmi? Oningdagi odam sizga rost gap qiladimi? Bundan hajabmi qutulamadim. Siz kimni da'vatsiz? Senmi ko'rdingmi? Yiliq sut o'shadigan yigitni. Ko'rdim. U barmog'ini tishlab qolgan-ku, ha? Yo'q. Ish chataq. Shojanning iniganisi uni yaxshi ko'rdi ekan.
Gerçi Shojin çandırmaganda qilgan bilan yanala uni yaxshi ko'rdigini chiqib turdi. Qandaqli bo'lmasin, ular burun yurgan. Shunga unchalik bo'lmasin bo'lmaydi. Kepak altini qandaq ayirib chiqadiganligini bilamsan? Oldi bilan sheg'il toshlarini ixtib deb, ondan qoldig'ini yana oldirmay ayirib olamiz. Uning diliga o'rnab ketgini dal ashu qoldig'i. Eng qo'rqinchligimi dal shu. Shojin iniganisi bilan mushundaq va'da keldi qilsa, chataq chiqadi. Ras, to'g'ri dedingiz. Anglab tur. Men Shojin bilan to'y qilmoqcha qattiq ehtiyot qil. Ay, xo'p. Yojin xonimga bek uval bo'ldi. Bechara qiz. Chiroylari tatirifli ketdi. Shundoq. Qaraganda uni tushunib qolgan o'xshaydi. Albatta, dalil isbot bilan ko'z tiqib qo'ygan tursa. Uni rasli yaxshi ko'rdigandek qiladi. Bechara qiz. Qandaqmi qila? O ishlarga beshimizni qotirmaylik. Qandaqli bo'lsin, cho'qimini to'sishimiz kerak. Hey, uningga bir oz vaqt beraylik. Endi vaqalikni o'ylashib boqaylik. Men bu qaysi rolni olsam bo'lganligini o'ylashib qo'ydim. Hammanglar o'xshash bir jangalning bo'rilar ekansizlar. Piyokati, bu deganingiz bo'lmadi. Amsa, menga kammi shuma? Bundaq desangiz, menga kam azoblanmamdi. Voy, bo'ldi qila. Nada gaplarni qiladi ekansan? Jahrinji mo'dirmi shundaqmidi? Yo'q, u undaq emas. Yaxshimisiz? Bu yoqqa marhamat. Kiranga? Japa chaqdingiz. Yaxshimisiz? 생각하면 언제나 힘든한 행복으로 느껴지니까 How much I love you, I love you, I love you 내 맘이 보이지 않나요 이제는 내게 기대와요 그대가 실큰 우리 돼줄게요 my love please tell me my love please don't go my love 내 삶의 마지막까지 그댈 사랑할게요 my love please tell me my love please don't go my love 그대의 환한 미소로 내게 대답해줘 oh my love I love you, I love you, I love you 내 맘이 보이지 않나요 이제는 내게 기대봐요 그대가 실큰 우리 돼줄게요 my love please tell me my love please don't go my love 그대의 환한 미소로 내게 대답해줘 my love please tell me my love Man, yo'qchaning dadisi bo'lgan bo'lsam, uni rosa bir adablab qo'yapti. Munofiq. Ayol kishi degan shu. Muhabbat uchun nimani qil desang qiladi, ha? Nimaligini va? Xabarlardan ko'mdingizmi? Yaxshi ko'rgan odamini deb jinidan ayrilishqimi rozi bo'ladi. Ras, yo'qchan qamqaz uni shundoq yaxshi ko'rar ekan. Biz bilan hamkorlashamiz. Bizga telefon qilamiz. Uningga bir nim demak tarjima. Garchi ayol kishi muhabbat
o'zi uchun jinidan kechishga rozi bo'lsa-mu, ahmoq bo'lganini bilganda har nima qilib o'jilishdan yonmaydi, juma. To'qqitin kishi degan bekshi keladi. Sizlar kelyapsizlarmi? Biz hozir keldik. Yo'q, Topdik. Nim deb jo'ylayapti? Nim deyapti? To'miz o'tib ketay deganda issiq o'tib qoldim nima? Buningda 2 stakan. nima bo'ldi? Nima deyapsizlar? Hech nima. Uning turibla mushundaq jo'ylaydigan odati bor. Bilmaydigandek ajab hayron qoldim. Ya'ni shu qizlarning kepi. Anglasam, yana suv to'shishni boshlabsan. Shundaqa. Qiladigan ishim shuki, endi hushimni topdim. Yaxshi bo'pti. Men tushunaman. Uni rostilla yaxshi ko'rdi ekansan. Yo'q. Uni nada yaxshi ko'raman. U turmushidan zerikib qolg'achqa kelib meni izlagan gap. Shundoq turib, yana yaxshi ko'rib qolamsan. Rostilla yaxshi ko'rmadi. Ular so'da qilamdi, qilmamdi. Kechiringlar, tazliq uyga kirib chiqay. Tazliq uyga. Mana qizchilig'iga qara. Nima ko'rsa? Nima undaq qilgan nimisan? Men nima ish qildim? U gaplarni uning qilib nima qilsa? Desam nima ish qilib berdi? Uning da'vatqanini angladingmi? Tozimi bir qalmoq nima ketsa? Og'zini yoqdigini bilan dardini ichida bo'ladi. Shu janqinimni deb ayrilib ketgan tursa, yana meni deb uning yig'iran tatlaysan. Tushundim. Bo'ldimi? Tozimi bir Yenge, mehmon bormi nima? Nerdeki mehmon bo'lsin. Yaqindan beri Shojin bakli o'zgarib ketdi. Odamni ansirtib. Shojin demsiz? Uning kalistimi o'tib qolgandek qiladi. Biroq tafsili so'rashga petnamayaptimi? Mana kerak bo'ldi. Sizga biyap bo'lmasmi? Bu gaplarni sizning so'rg'iningizdan mening so'rg'inim yaxshiroq. Siz Uni bilan ko'proq mo'ndishib olay. To'y qilib ketsa, paranglashib o'ltirmaymiz qachon. Yaqindan beri mendan o'zingizni qochirib qoldingiz-ku. Yaqay, nerdikini? Yo'namning ishlarini so'rasam, bearam bo'lgan o'xshamamsiz. Yo'q, undoq emas tag'a. Amisa, yana bir qitim so'raymi? Yo'q. Endi u ishlarni tilga olmaylik-ku. Bugun iniganamning yeniga borgan edim. Uning bilan yana ko'rishib qoldim. Shundaqmi? U suv akapti ekan. U shu rayonga mas'ul ekanda? Bo'ldi, ko'nglimni to'xtatib bo'ldim. Yunglan apandi bilan ikkimizning tutgan yo'limizmi o'xshamaydi ekan. Nimalar degan bilan Janshunyi apandi bilan ikkimiz moslashdik ekanmiz. Haq, maslashlar hisob emas. Moyimi o'zingizning qarshida. Hayot yo'limiz uzunda qilgan bilan hashpashtigacha o'tib ketadi ekan. Bu qisqa hayotini so'ygan odam bilan o'tkazamisa, nima degan ichinishliq? Tag'a. Bo'ldilar, o gaplarni qilmang-a. Janshunyi apandini mumkin qadar yaxshi ko'rishga tirishiman. Men cho'qim qila olmayman. Mana bu nəhayət nəfisgar. Gözünüz acayip malton ekan, cuma. Rastlı chiroyli ekan. Yaxshi xonimga maska giday. Mudir, sizga yarmidimi? Bu qitimqi bozor aylanish menga esimdan chiqmaydi. Shunga ozroq aylanib ko'rdim ba. Mudir, erishmoqchi bo'lgan ayolni deb shuncha uzun vaqt badal to'ldingiz. Mana endi erishadigan bo'ldingiz, ha? Biroq qaranglar, vaqalik toz pallisiga ko'tarilmayotdi. Shuli bo'lsa, ssenariy qaltis chiqadi. Aysa, hamma ish sizga qoldi. Biroq men aka buni o'qib toza tushunamadim-ku. Tafsili ko'mamsiz. Bizga jon liderning qishidagi bir yordam qilmasa bo'lmaydi.
Ben Canrınca. Fevkat bir iş var mıydı? Mudir, benim münasebetlik işte. Siz bilen məsləhətləşməkçiydim. Şuna telefon qılğan. Yak, bek mühim işte. Aldıraşlığınızı mən bilimən. Bırak, keşte. Keçerek bolsa mı buladı? Buladı. Ondaq bolsa vaxtınız çıqqanda bana telefon qılın. Maqul. Rəhmət Mudir. Buladı. Keşke görüşeyli. Hayır, hoş. Bo'ldi. Bitti. Yaxshi. Suratlarda ip berishni unutma, ha? Bırak. Mudir qo'shilarmi? Can ailesidagilarning ichida hammada shu o'g'illik deyapman paras. Unisi şu, o öz prinsipida izchil chim turib keldi. Uni bu dunyoda qolgan birdan bir romantik ermikin deyman. Ayzi. O'zingizda besveling. Bu haftingizda uning bilan qandaqmi bir ishni maslahatlashasiz, ha? Manga, ondaq emas. Elbet ondaq emas. Maka, o ishni bitirami gidakchimi? Yo'q, bitirman. Cho'qim bitirman. Tazimi bir. Eski. Shundaqmi, ha? Ne çıkıttım dedim o. Hocayın dep beremedi. O ikisinin işi rastlı tügügen okşaydı. Hey. Ne oldu? Ondaq bolsa ne boptu? Nim bo'pti deysiz o? Siz uchun maylimi, ha? Nima manga vaqiraysiz? Yo'qlar bilan ayrilib, necha kun o'tmaylar yangidan birini tepib olsa, bo'pti deysiz o? Yo'nan akam bilan aras aralashdimi? Qandaq deysiz? O Yo'nan akamni shu ishlardan qutulvag'ichila izlab tikanda. Bugun ku odam haqiqiy sevgindi qiladi. Uning haqiqiy sevgini ekanligini siz nereden bilasiz? O odam gumonliq turdi, juma. Nereden shunday oson ish bor, deb yiqinglar, ha? Ay, yo'qlan gap qilmag'ah bo'lamdi. O odam siz ko'rdingizmi? Şunu deymen emasmi? Sirti bilan ishi o'xshamaydigan odamlar ko'p. Kelishganlar bo'lsa, hisob emas. Ay, kelishgan bo'lsa bo'lmadimi? Qolgan ishi bilan nimkori ish qilib, u bir cho'ng shirkatning mudiri ekan-ku. Ha, shu ani. Nima? Sizga o'shib ketmang yana. Bo'lsangiz bo'lmaysiz. Hey! Hey, aka. Sizlar bak xo'shalg'o. Nerede qo'shar? Urg'unim, sevginim, tilig'inim, ko'yginim degan anglamaganmisizlar? Ağzımı geldi de devirdiğin emiken bu. Ay, beginim xatama. Rastlı soqishib qolibsizlar-g'o. Nemishda unchalar ranjish kerak? Aka, ilki arzulu xinim. Rastlı bugün birisini başlap ulanı tez tamaxanasiga keldim ha. O nemiş kuşunda qiladi? Texi ne tükün? Hey, Nim bo'ldi? saram bo'ldingizmi? Nim bo'ldi? Xato qildimmi? Qanchalik cho'ng ishkin debdi mantiqi. Hey, azroqmi achig'ing kelmadimi? Mening nimaga achig'im keladi? O tugagan ish tursa. Mayli. Nimandaq odamsiz-a? Tova. O terikmigini bilan men portlab ketay deyapman. Voyjon. Bu dört. Dadısı. Demekçi boğunum, o toyluk üzük almakçı bulup yetiptim ha? Ha, telefon qipti. Ha. Qaltis chaqqan bal ekan-ku. Omi sizda keskinmi nima? Shuni degin ha. Ha, kela. O'ltir. Angladingmi? Nimani? Jang modir to'yliq uzuk buyurtmoqchi ekan. Boya barmog'ining cho'ng kichikligini so'rab telefon qilibdi. Qaltis chaqqan bal ekan jim. Nima? O sana demedim ha? İşkınla billa tez tamaxanaga beribsizlar-ku. Nega? Ishkinglar birga inigalarni qishiq bordinglarmi? Uni boshlab inigalarni qishiq apagan bo'lsang, bizning Sho'jin bu qatam qat'iy niyat kelgan o'xshaydi. Omo xo'sh o'g'anda. Ha. Hey,
Asli çay içkizdiğin günde bekitip bunun haber kılama dedim. Bana özümü dep bopsa. Albatta, o boshda xabar tepish kerak. Haras, ati chiniqish markazining ochilish marosimiga shu uchun ikkimiz qatnashamaymiz-jimi? Nemişqa? Jang moder uzukni bo'yritib bo'pti. Bizmi tayyorlikni boshlamasak bo'lmas. Chay akirgan kuni kiydigan kiyimni bo'yritib qo'yaylik. Mayli emisa. Ming aka, Ma'qul, ma'qul. nima bo'ldi? O sizden yaslanışınızı qarab ketmez. Qarabmi ketmaydi. Emisi nimancha g'alati yasan olsiz? Ming aka, men nima yasandim? Yasandaptım işte. Bayatdan qaysini kiyay deb necha qitim so'radingiz. Üstünüzdeki bu kiyimni 7-chi qitim almashtirishingizga deyman. Voy, ming aka, sizga nima bo'ldi bugun? Mudir. Yo'q, Kater. Mudir. Uzun saqlab ketdim. Yo'q. Dal vaqtida keldingiz. Bu yoq. Ko'rishmagili uzun bo'pti, jon model. Yaxshimisiz? Ha? Yaxshimisiz? İşlarda tuyuqsiz o'zgarish yuz bergachga siz bilan ko'rishaylik dedik. Sizni chaqirib chiqqanimizmi adabsizlik bo'ldi. Biroq bizga amal yo'q. Yoqay. Undaq demang. Bu gaplarni bo'ldi deyishmayli. Jon model, shunga bu ishni sizga deb qo'yishni loyiq topdi. Akam ko'rsa, udduli berib Jon mudirdan so'rashi mumkin. Jon mudir cho'qim kiyinib oladi. Mening bir maslahatim bor. Jon model, u ikkisining birga turganning ustiga Jon liderni boshlab kelsak, eng yaxshi amal shu. Bu ikkisi birga turganning ustiga demsiz? To'g'ri. Qandaq bo'la? O ishlardan siz ansirma. To'g'ri, bu ishlardan ansirmasingizmi? Jon model, siz Jon liderni naq maydonga boshlab berishga mas'ul bo'lsangiz bo'ldi. Jon mudir. Xonimni cho'qib qutuldirib biling. To'g'ri dedi. Jon model, hamma ish sizga bog'liq bo'lib qoldi. O'zlikni tanlab oldik. Endi sep qo'ysamlar, hamma ish bitadi. Shundaqmi? Ha, mudir. Men Jon liderlar bergan o'lcham bo'yicha buyurtgan edim. Yengilib bitdi. Mudir, bu uzukning sizga yarmagan yeri bormi? Ha? Bu o'zlikning mening qo'limda noli qilayotganligini anglamayapsansan? Nim deganingiz bu? Mudir, bu men Egisini ko'rishga oldirab ketyapti-da. Tezroq egamning qo'liga sol demakchi. Vay, men Jon Chunye. Men Yujin. Biz bir ko'rsak bo'pti-kan. Unda qilgan siri men teg'imi? Men ketadigan bo'ldim. Nima? Bu yerdan ketmoqchiman. Anglayapsiz? Anglayapman. Şirketdan Parijga avatmoqchi bo'ldi. Tabriklaylik bo'lamdi. Chet elga menishdan avval oxirgi qatim bir ko'rishib olay deyman. Talabim ortiq ketmas. Yo'q, uyingizga baxim yo'q. Uyingizda nurg'un aslimlarim bor. Qiymay niyatimdan yenib qolmay yana. Ma'qul. mudir, onunğa baray demigensiz? Elbette baraman. Biroq shundoq muhim paytda u ayol yana sizga chaplashmasa, O Parijga mangadi ekan. ha? Parijga?
Mana bu Ahmet kelsa, qo'sh kepti degan shu-da. Qo'sh kepti dedingizmi? Shundoq, qo'sh kelgan bo'lmay, nima bu? Uni berib ko'rib kelay. Oxirgi bir kechini o'tkazib qo'yish tashishmi emas. Qandoq dedim, ha? Bugün baldıra qaytib aramalay devdim. Ben bağımızam bulmamda. Aka, o bek moyim xeridarimiz. Ama sen özün basın bulmamda. Şirketning ishini deb sana yoldirib baqqanman men. Gerçi putadiganga ko'zim yetmasimi, Nyu-Yorkdagi bu shirkat bilan kelishib qolsam, shirkatimizga qalti cho'ng foydasi bor edi. O degenin o to'g'ri. Qarshi taraf evatgan odam o'sha odam emas ekan. Shunga sen yordam qilmasang bo'lmadi. Bapta, rayını yandırmay. Hiç kaçan bundak aktiflik qilmagan edi. Rahmat aka. Xo'jayin, menga choy bering. Ha, ma'qul. Man chilg'an say bering. Ha, ma'qul. Sizga nim kerak? Seriqosh. Ma'qul. Bir serg'och, bir qacha uygura. Bir serg'och, bir qacha uygura. Voy, shujin. Ma'qul. Sal xayol bo'lib qilishimiz mumkin. Ma'qul, xo'sh. Xo'jayin, tomoq buyurtma. Ne bo'ldingiz? Yo'q. Hech nima. Xo'jayin. Xo'jayin, mushidek. Xo'jayin. Shuni deyman. Doktorxonga olib Xo'jayin. Xo'jayin. Yo'nan aka, tuyuqsiz hushidan ketdi, ben qo'rqib ketdim. Inish bo'lganda. Siz tuqqanimi? Ha. Men bilmayman. Jiddiy qutqizib oldik. Shundaqdimi? Uning ahvoli qandaqroq? Kesili xili eg'ir ekan. Menga qon tomirlari to'silibdi. Bundaq kasalning odatda beshi qattiq og'riydi. Shunga operatsiya qilish qilmaslikni tezdan qaror qiling. Qandaq gap? Doktor nim dedi? Tezdan operatsiya qilamiz dedi. Nima? Operatsiya qilam degan? Endi qanday qilamiz? Nura 16. Çay içirgende kız çocuğum halranlıkni kiyish kerakmi? Shart emas, jon xonim. Uni ya bekitib qo'ygan bo'lmasa. Shuni deng. Çay ishkizdigan chaqda hamma odam halranlikka esilib oldi ekan desa. Xonim, telefonim sayrab ketdi. Voy. Men shu. Nima? Inigaman? Rahmat. Mana bu yotoqning ochqichi. Yujin xonim, qo'rqmang. Hargiz jiddiylashmang, ha? Jiddiylashmadim. Hay, vaqt to'shay deb qapti. Yuringlar chiqib azroq usulliq ichib kiraylik. Ma'qul, jiddiylashib og'izlarimi qurib ketdi. Yuringlar chiqib usulliq ichib kiraylik. Ma'qul amsa. Men mangay. Yujin xonim, hargiz qo'rqmang, ha? Hay, o chandırıp qo'yamo. Ko'nlarning o'ynashsangmi o'ynash. Ayol kishining hissiyati bilan o'ynashma degani to'g'ri ekan-juma. Hay, amsa bunday ekan xotin kishining chishiq tegdigan ishni hargiz qilmasak bo'g'dak. Rahmat. Yordamingizga rahmat. Aras. Mening to'yimga kelasiz, juma. Siz
Çoxum keling. Men to'y kunini bekitib bo'lib, ondan keyin sizga xabar qilaman, ha? To'y kunini. Koreyadagi barliq rasxodingizni men ko'tiraman. To'y kunini. Ma'qul. Kelishdiqchimi? Xo'sh amsa. Xo'sh. Endi berib, ko'n qaqash bilan oxirgi kechini o'tkazib kelay. Ey, mudir, siz Chin Yujinni idorasidan Parijga avatadigan bo'pti degan edingiz. Bu gap rasmikan, yolg'onmikan? Nima bo'ldi? Sening uzun quloqlaring yolg'on gap angladimi, nima, ha? Yo'q. Biroq qaysi kuni Chin Yujin uyingizdan xo'shlashib ketgan deyman, ha? Bugun tuyuqsizlar bu gapni qilibdi. Sal g'alitilik his qilyapman. Tosim. Shunga xotin kishi deganning tutami yo'q deymiz emasmi? Bo'ldi. Bugun o'zim ayday. Nimishqa? O'zim yolg'iz boray. Ma'qul. Bu oxir kech tursa. Unda bo'lsa diqqat qilib paydasiz. Operatsiya bo'limida. Ahvoli qandayroq? Operatsiya o'ngishli bo'ladimi? Chiqqanda ko'ramiz. Can müdür telefon qilib ekan. Uning ota-onasi mush bir necha kun ichida qaytib kelgan. Bugun kechda Moliya ministrligilar bilan ko'rishmoqchi ekan. O hamma ishni menga doklad qilib turdi. Xuddi o'g'limdeklar. Shundaqmi? Keldi. Malak. Osti gap qil. Men vaqirmidim-ku. Osti gap qilyapman. To'simi berib kel. Osti gap deb. Anlayalaman.
Odula chat elda boğaçqa bir muncha avarchilikdan qutulib qolgudakmiz. Asli bu bundaq desak bo'lmaydi. To'xtab tur. Voy, yaxshimisiz? Ha, ma'qul, uqdim. Ha, ma'qul. Ne bo'ldi? Hech nima. Ular mehmonxonaga tushib bo'pti. Can mudir, bizim ailege bek maskeli degan, ha? Kelginizga rahmat. Kiring. Ben içiverdim. Birer rum içip koymamsız. Aqol, qo'ying. Aldınqı ketim deganlaringizni ko'p o'ylashdim. To'y qilib aramizga hissiyatni buzayotgim yo'q degandingiz. O'ylab baqsam, rostgan. Tatliqqina ayrilib ketganimiz tezikkan. Amisa, yatırı kiramdoq. Kechirgin. Mashina qilganimiz yaxshiroq. Endi hech kimni sizni suygandek suymayman jimo. Menimi shu. Yuyini olamsiz. Ma'qul. Bugungi bu kechani mangu esingizdan chiqarolmaydigan qilib o'tay. Deganingdek bo'lsin. Sizni sevmayman emas, bildingizmi? Kimdi bu? Tutturaman. Emish.
Lider, Şenye. Kimken? lider, men Bo'ldi, tushundirma. lider. Bo'ldi, vaqirmang, kirib keting. Qani chiqa aka. Ay, planimiz qutuqliq bo'lganda qildi. O Yojin xanımda öçalamo. Ha? Yaqay, o qiz bo'zak bo'lganda qilmaydi. To'g'ri, u bundaq yerlarda obro'yini to'kmaydi. Siz yolg'izmi? Nima deganingiz o? Bu ishni siz yolg'iz qilardingizmi deyapman. Yana kim bor? Sizga deb beramanmi? Boshimda qisam qishimga qaytib keladi deb qoldingizmi? Meni ahmoqqa chiqib ketdingizmi? Men deb endi ko'ringizmi? Endi sendek chuprandini nima qilay? Ko'rib tur. Aka, man qara. Mening bunda qilishim Bo'ldi, men bir nima demoqchi istak gap qilma. İnigana. Çokum sabit gidisiz. Doktor şundaq deydi. Sho'jin, endi qaytarsiz. İnigana. Ben qaytay. Sizning ko'ngli yana kelaman. Men uchun u o'z onamdeklar. Bu tegishli majburiyatim. Bo'ldi. Siz qaytib keting.
Xan qız, qandaqarak, o sizni urmagandi, ha? Urmagandi. Yo'q. O'ltiringlar. Ajabmi usadima? O bayqagandakmi? Bu ishni yolg'iz qilmaganligimni his qildi. U hargizmi bo'ldi qilmayman dedi. Ajabmi burnisi kelmaydiganimikin o. Yo'jin xan qız, bo'ldi. Endi bu yerdan ketayli. Yuring, ketayli, ha? Ma'qul chiqib ketaylik. U odam chatoq derimsa yana biz ma oldin tayyorlik qilib qo'yaylik. Bo'ldi. Chiqib ketaylik, ha? Sizlar mendan ansirmanglar. Bunday keyingi ishlarni o'zim qo'yib beringlar. Sizlarga ko'p rahmat. Men mush kamgacha o'zimni qaltis chaqlab kepti ekanman. Haq, ahmoq qilganning qandoq bo'ldig'ini bildirib qo'ydinglar. Yana texi o'sh oladigan fursatni yaratib berdinglar. Yo'jin xan qız, sizga ko'p rahmat. Bizga obdan maslashib berdingiz. Sizning yordamingizda Sho'jin xon qizni qutuldirib olgan bo'ldik. Men birdam yolg'iz qilib, obdanroq o'yinni olay. Chiqib ketaylik. Bo'ladimsa biz mang'ashtiraylik. Xo'sh. Bo'ldi, endi sen kirib ket. Ma'qul edi. Gap qila endi. Kechirgin. Men yaxshi qilmadim. Biladiganlaringning hammani de. Asli Abdulla dey deb o'ylagan. Biroq seni ishonmay qolamdikin deb ansirdim. O ikkisi xotin-dek ekandiq. Shuni sana yaqinlashgandan tortib hamma ishni bir qo'lliq planlab kelib yetibdi. O Sho'jinni qattiq yaxshi ko'rmaydi. Uning maqsadi Doshinga erishish. U aslida Sho'jinni nazarga olmaydi. Ahvoli hozir qandoq ekan? Kuzatib andan bir nima deydi ekan. Bo'ldi, sen bek palaxshima. Opa, To'ying yiqilishib qolgan tursa, undaq yalag beraverma. Dadang ikkimiz maslahatlashib, uning operatsiya pulini, doktorga deyotgan pullarni ko'tarib beramiz. Sen ansirmasangmi bo'ladi? opa, u degan mening iniganam tursa, men bormisam? Lider qaytib keldi. Voy, biri bilan ko'rishman davatman, tahajjudsiz qaytibdi-ku. Voy, biri bilan ko'rishman degandingizga qaytib kelibsiz-a? Dada, qaytib keldingmi? U xafa ko'rindi-ku. Hey, xotin, bu yoqqa kir. Kirib yiqin. Taga, nima ish bo'ldi? Aldırmay turing. Ustiga chiqqanini bilasiz. Nim deding? Endi sen aldirash yurgining. Rejissor demaydi ekan. Shundoq bo'lsa-mu, men u bakla askinim ekan. Sen Sho'jin xonimni yaxshi ko'rsan-ku. Yo'q. Aka, nimanda qilsa? Qachongacha yo'shirsa? Uni yaxshi ko'rsam nima bo'lmoqchi edi? Aka. Sening naring yomon. Puli bo'lmasa, o'qimagan bo'lsa odam hisoblanmam degan. Nimanda o'zingga ishonmaysan? Qo'ngshu, Yaxshi ko'rgan odamning asklarini qo'liga tushib ketsa qarab turamsan. Hozir desam, baribir o'rniga kelmaydi. Biroq shu chaqda ko'nglim bir shumliqni tuyg'andek bo'lgan. Model, bu ish bu yerga yetibdi. Umidmi qolmagandek qiladi. Endi siz niyatingizda Mumkin emas. Mondaqli bo'ldi qilaversam, familiyam jang bo'lmay ketsin. Hargizim bo'ldi qilmayman.
bu ishni muhabbat uchun boshlamagan. Meni qasligan qanday qopshurakdi u. O shtabda cho'qim gulqaqallar ichilib ketayotgandi. Men undaq oson bo'zak bo'ldiganlardan emas. Bu ishni planlash uchun tepib chiqmay qo'ymayman. Jonlidirga kelsak, uni yaxshi ko'rinaman deb oz badal to'lamadim. Hargizim bo'ldi qilvatmayman, anladingmi? Men hargiz bo'ldi qilvatmayman. Succeed.